odamzodni ichini qalbi chiqindi bilan to'la bo'lar ekan. Mana bunday o'ylasam, ichim chiqindiga ongim, fikrlarim hammasi chiqindi bilan to'la. Shuni anglab yetdimki, odamzod bir narsaga erishish, natija qilish uchun ichidagi chiqindilardan avvalo toza pok bo'lish kerak ekan. Shunda natija tez keladi. Natija shunda tezroq. Bitta so'raganingizda keladi. Ha. Ko'p shu darslaringizni eshitib, masalan, bergan ta'limlaringizni bilgan holda men 100 gradusga o'zgardim desam bo'ladi. Buni yon atrofimda turgan odamlar ham aytishyapti. Kimlar aytishyapti? Masalan, ishxonam. Ko'pincha hozir men ko'proq ishga bo'laman. Yon atrofimdagilar, "Voy, sen zo'r o'zgarish bo'lsanda, hech bunday ko'rmaganmiz." Masalan, uyda ham. Voy, молодец, zo'r. Uyda ham nima aytibdi? Aya, sizga o'zgarish katta.